Jasur bizani o'qishimizga kelayotganda bitta katta og'riq bilan kelganda, ya'ni grafik bo'yicha soat 9 dan 6 gacha ishlab, grafikda bitta joyda qotib qolyapman, menga razvitiya kerak degan zapros bilan kelganda, Instagramga отметка qilganimdan keyin o'sha boshliqlar ko'rib qolishgan, yozdi, keyin shu Instagramdan yozdi, ko'rishdik borgandan keyin. ustoz ko'rish kerakmi, kerak emasmi, to'g'risi? Yo'q, ustoz ko'rmasa bo'lmaydi. Hozirgi kunda vazirlikda ish faoliyatini olib borayotgan o'quvchimiz Jasurbek bugun bizani podkastimizda mehmoni. Jasur, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Jasur, adashmasam 23-potokda ta'lim olgansiz. Shu ta'lim olishingizdan oldin siz etishingiz bo'yicha davlat ishida ishlagandingiz, kim bo'lib ishlagandingiz? O'zbekiston Milliy kutubxonasida komplektovaniya отдел bo'lgan. O'sha отделda ishlaganman. Shu Jasur bizani o'qishimizga kelayotganda bitta katta og'riq bilan kelganda, ya'ni grafik bo'yicha soat 9 dan 6 gacha ishlab, grafikda bitta joyda qotib qolyapman, menga razvitiya kerak degan zapros bilan kelganda, hozirgi kunda mana qancha o'tdi vaqt? Уже 6 oydan oshdi. 6 oydan oshdi. 6 oy ichida shu mana shu muammosini, og'rig'ini deymizmi, shu hal qila oldik. Hozirgi kunda Jasur bir nechta proyektlarni olib boradi. Ularning orasida eng asosiysi bu vazirlik. Ishingiz haqida gapirib bersangiz. Ishimiz mas'uliyatli ish. Masalan, bizda основной syomkalar jarayonida o'zingiz bilasiz, fashion bor, keyin masalan dinamik kadrlar bilan ishlab o'rganganmiz. Ishga kirish jarayonida qanaqa bo'lgan? Bordim, hammasi o'sha bilasiz, tam kostyum shimli o'zini bosib olgan, u seriozniy odamlar. Keyin bordim. Mendan oldin уже 2-3 kishi borishgan. O'sha taklif qilgansizlar. Bordim, ishimni ko'rsatdim. Ishim yaxshi, faqat ular so'rashdi, что o'sha yerda o'zida video olib berishchi. Video olib berib tashlab berdim. Ozgina zerikardi deyishdi. Keyin raz уже miyaga urdi, o'zimizni stilda. Bitta urib berdim, ularga yoqdi. Bizga o'zi shu narsa kerak dedi. O'zi skuchniy bo'lib qolgan hamma narsa deb. Shu narsadan boshlandi, ishga kirdim. Ish jarayoni boshlandi. Bir hafta o'tar o'tmas xalqaro konferensiyaga ketib qoldik, Samarqandga. Bu ishda eng yoqqan narsa erkin grafik bo'ldi. Chunki o'zingiz bilasiz, undan oldin 9 dan 6 gacha ishlab, DIJda kuratorlik ham qilgan vaqtimda vaqt masalasi yetmas edi. Shu narsaga yechim topdik. Yechim topdingiz. Xo'p, hozirgi kunda mana shu vazirlikdan tashqari yana bir nechta proyektlarni olib boryapsiz, to'g'rimi? Vazirlikdan tashqari shanba-yakshanba kunga ichki turizm bo'yicha sayohat agentstva bor, ularda ishlayman. Bo'sh vaqtingiz endi hozir bo'sh vaqtimda dam olib pul topaman desam bo'ladi. o'zingiz ham dam olib, sayohatlarga borib, zo'r. Hozirgi kunda shu mobilografiya sohasida mana necha yildan beri, уже 2 yildan beri tajribangiz bor deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Bizdan oldin ham уже bu sohaga qiziqib kelgansiz, syomkalar qilib kelgansiz. Qayerdan bunaqa qiziqish bu sohaga bo'lgan? Bundan oldin qozog'istonliklarni o'sha YouTube'da kanalida ko'rib o'rganganman. O'zim akam detailingda ishlagani uchun o'sha sohada bilsangiz shu inomarkalarda основной zo'r mashinalar bo'ladi. Qiziqqanim uchun ham syomka qilganman, masalan, takoy. O'sha Instagramga отметка qilganimdan keyin o'sha boshliqlar ko'rib qolishgan, yozdi, keyin shu Instagramdan yozdi, ko'rishdik borgandan keyin. 2-3 marta ko'rishganmiz, lekin u bilmagan shunaqa video olib yurishimni, boshqani. Keyin taklif qildi, shunaqa ishlaymiz. U payt hali student, 2022-yil student paytim, shu oxirgi paytlar edi. Shu ishni ham qildim, keyin davlat ishiga ham kirganimdan keyin vaqt masalasi qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtda boshlangan, 2022-yil yozida boshlangan qiziqish. Onlayn tarzda уже mana YouTube'lardan, boshqa kanallardan o'rganib bir narsaga erishgan odamsiz. Endi nima deb o'zingizni tajribangizdan kelgan holatda ustoz ko'rish kerakmi, kerak emasmi, to'g'risi? Nima uchun kerak? U internetda hammasi bor-ku. Yo'q, ustoz ko'rish kerak. Bu narsani o'ylab ham o'tirish kerak emas. Masalan, ming zo'r bo'lganingiz bilan siz tanishingiz bo'lmaydi yoki bo'lmasa nimadir nomlanishini bilmaysiz. O'zimda shu narsani sezganimdan keyin qaradim, mayli zo'r olarman boshqa, lekin borish kerak, kursga borish kerak degan narsa hayolimdan o'tdi. Bir yil emas, уже 4 oylar orasida 2023-yilning boshida bordim. Lekin o'sha ish sababli boyaga yana vaqt masalasi bora olmagandan keyin
ozgina yana surildi, уже lekin vaqt o'tdi, qarasam yana kurs olmasam bo'lmaydi. Ustoz ko'rmasa bo'lmaydi. Shu uchun 2024-yil nima bo'lsa bo'ldi deb 2024-yil boshida bosdim keyin. Endi qarang, agarda shu vaqtda orqaga suradigan bo'lsa-edi, shuncha vaqt o'tib ketibdi, shu hozirgi tushunchangiz bilan boshiga borib qolganingizda srazu kursda o'qib ketgan bo'larmidingiz, nima qilgan bo'lardingiz? Agar ertaroq imkoniyati bo'lganda, shu narsani tushunganimda ertaroq borardim kursga. Shuni orqasidan vaqtdan ham yutardim. yutib chiqqan bo'lardingiz. Xo'p. Hozirgi kunda qanaqa nima deydi, olinayotgan daromadlaringizdan kelib chiqqan holatda qanaqa показательlar bor sizda, natijalar bor? Endi masalan kimlardir uy oldim deydi, kimlardir mashina oldim deydi. Men to'yga yig'im. Yo'q, to'y masalasi mayli. Mashina olishga sharoitim bor, oson bo'ladi, lekin kichkina narsalarda boshlashni yoqtirmayman. Shuning uchun endi xudo xohlasa yaqin orada, уже ko'p emas, qoldi. Shtop yaxshiroq уже mashina olish harakatidaman. Keyingi podkastimizda chaqirgansiz. Prava olishim kerak. O'zi Ruxsorov Furqatov bilan birinchi marta intervyumizni olganimizda ular aytganlar edi, mana xudo xolasa mana shu intervyuda mashina olish niyatim bor deb gapirganlar. Keyingi intervyuda men mashina oldim, Spark olgandilar. Keyingi intervyuda Gentra oldim. Keyingi intervyuda xudo xolasa bundan ham yaxshi mashina olib yana intervyu beraman sizlarga degan yaxshi niyatda edi. Sizda ham shunaqa natijalar kutib qolamiz. Keyingi intervyuzga kelganingizda уже qanaqadir ham zo'r inomarkalarda kelib kelsangiz. Jasur, hozir qarang, bizani tomosha qilayotgan odamlar любом случае endi mana shu biografiya sohasini o'zlashtirmoqchi, mana shu kursga qiziqib yurgan odamlarda bular kelishidan oldin, mana kursga yozilishidan oldin hamma odamda mana bunaqa qo'rquv bo'ladi-yu. To есть bularga ishonsam bo'ladimi, bo'lmaydimi, men pulimni o'qiymanmi, o'qimaymanmi, menikimi, meniki emasmi degan hayajon bosadi odamlarda. Shu hayajonni qanaqa qilib bular yengib o'tishi mumkin degan savolga nima javob bergan bo'lardingiz? Risk qilish kerak. Hop, risk Masalan, o'zimdan misol, davlat ishidan risk qilib chiqib ketdim. O'zimda kredit bor edi. Lekin qo'rqmadim. Mobilografiyadan agar harakat qilsa, topsa bo'ladi. То есть qo'rqish kerak emas. Boshqa просто ishdan bo'shadingiz, bu yoqda hech qanaqangi ish ham yo'q edi sizda. Ish yo'q edi. Lekin proyekt topishimga ishondim. Chunki o'sha kursni tugatib, kuratorlik qilgan vaqtim ham bor edi. O'zim nima deydi, risk qilib turib ishondim. Ishonsa bo'ladi. Unaqa masalan ertaga nima bo'ladi? Ko'pchilik o'ylanib qoladi. Masalan, kichkina summa emas deydi. Bir xil o'ylanadi. Agar chin ko'ngildan harakat qilib, o'sha narsani faqat o'rganish kerak. Biz masalan o'zimiz praktika jarayonini ko'rganmiz. O'quvchilarni keladi, telefonga stories qo'yadi, kulishib gaplashib o'tiradi. Gapirsangiz ham shunaqa narsa qilmasdan, masalan faqat dars vaqtida emas, praktikaga chiqqan paytda yo uyiga borgan vaqtda qo'shimchani nimadirlar infolar ko'rib turib o'rgansa, harakat qilsa bo'ladi. Zo'r natijaga erishsa bo'ladi. Masalan, qo'lidagi telefon agar yaxshi bo'lsa, qo'lida shu instrumentlar, kerakli narsasi bo'lsa, shunda topsa, bemalol harakat qilsa bo'ladi. Mana o'zimdan misol, mikrofon, stabilizator, shunaqa narsalar hammasi bor edi. Ularsiz ham harakat qilsa bo'ladi. Masalan, kimnidir bahonasi bo'lib qoladi, u narsam yo'q, bu narsam yo'q. Telefonim misol uchun eskiroq varianti u yoq bu yoq. Yo'q, ko'pchilik aytadi-yu, boshlanishiga qanaqa telefon bo'lishi kerak degan savolga men постоянно aytaman. Cho'nchagingizda qaysi telefon turgan bo'lsa, xuddi shu telefonda boshlashingiz kerak. Конечно. То есть asodar harakat qilish sizlardan, то есть kursimizga yozilib, havola orqali kursimizga yozilib, yaxshigina bilim va ko'nikmalarni olib, amalda qo'llasanglar, o'rtada sizlarda ham zo'r natijalar bo'lib qolishiga ishonaman. Balki keyingi podkastlarimizda aynan siz bizani kuzatuvchimiz hozirgi kunda kursimizga yozilib, именно mana shu Jasur o'rniga o'tirib, sizdan intervyu olishimiz mumkindir.